在铁木真出生16年前，他的先祖安巴海便被金国皇帝钉在了木驴之上。对于恩仇必报的蒙古人来说，即使握断了10个指头，磨掉了10个指甲，也要洗雪这个奇耻大辱。铁木真尊为成吉思汗以后，首先便把苏鲁定长枪指向了金国。Qag'anata. Anam bilan momam tinchlikmi? Yaxshi, hamiz yaxshi turibdi. Qadag'an kichik opamchi. Yaxshi. Akamlarchi? Ulam yaxshi. Mendan ahvol so'ramaysan-ku. Mana sizlar bilan ko'rishgan tursam tinchlik so'rab yuramdim. Qag'anata, men qanday yaxshi yemeklarni olib keldilar. Nima yumbotdi? Arqar, til, talqoza. Nafsini yomonligini. Bularni men olib kelgan o'xshamamdilar? Yo'qsa, u Jurjit xalqiga to'laydigan olpanlar. Buncha ular yaxshi narsalar Jurjit xalqiga harom ketadigan bo'ldi-da. Jurjit xalqi bizning xo'ja emas, biz bo'lsak ularning bodolari. Shu har yil olpan to'lab o'rtasiga salom kelamiz-da. Sizlar nima uchun bularning xo'jasi bo'lmaylar? Ularni bay'at qildirib, har yil o'zlariga ulpat topshirg'isizlar, o'rtaga salom keltirsa bo'lmamdi. Mana bu qizimning nafsining cho'ngligini. Altın xalqının bu yıl olpan ağılı kelgen xalq müfettişi Tanırtaq aymıqıga kelgili neç gün bo'pti? Altınxon kimni avatibdi? O'ngin Yunji deb anglayman bu. Jinqay, bu odamni bilamsiz? U ucha chiqqan Naltepe. Bundaq odamni xon qandoqsiga ativolab ishlatgandi. O O'ngin Ulug' xonning o'g'li, hozir xonning tog'isi. Xon tog'alarining taxt tortilishidan ansirab ilgir keyin bo'lib, Jingvanglar bilan Javanglarning hammasini o'ldirib o'tgan. Faqat mushu O'ngin Yungjilar qalamsiz qalamda, alamsiz alamda yo'q. Xonning mutlaq taxtga solinmaydigan azmi, ojiz va iqtidorsiz bo'lg'achqa uni e'tiborlab ishlatyotdi. Uni qag'anim. Ulug' oltin xonligi bunda qasham otni eratgan bo'lsa, sizlar bamislim bo'g'idek. Hatto men jinimda unga tizilib salom berishni mo, har aladan tursam. O'zim berib ko'rib boqay. Raqibimni bir ko'rib olay. Men nima boraychi? Sen bu hiç ishdan quruq qolmaysan. Moğollarning Jag'ut qurusi Temirchin qatorliqlar qubuliga kirgay. Hey! Kirgizmaydi ekan-da. Begim bizni ko'rishdan qo'rqmamdi ekan. Fazliti töven bo'g'ri bilan nazri ustunkin emasmi? Sirtni saqlab tur ola. Hop. Uni Mo'ng'ul elining qog'ani Chingizxondan Qo'rg'ishbek janobiga salom. Ijozat. O'ltiringlar.
Janoblari, bu Mo'ng'ullarning bu yillik ulponining tizimi ekan. Ular saroyga berib aramasin. Ulug' Mo'ng'ul elining Chingiz Xog'oni qaytdi amsa. Ulug' Mo'ng'ul eli degan nimasi? Kim onun Chingiz Xon degan nomni berdi? Bu tizimlikdagi irmash-shirmash yozganlar. Qanday xat? Anlaşımca bu tömürçü yeni icat qilgan xatmish. Ha? O oldinda nima tizlanmaydi, ha? Janoblari, boy u hakavorlik qilgan chog'dila ayblashlar kerak edi. Xonbonlikqa borgandan keyin xonga maktub sunib, bu o'lgur tömürchiga jazo jirish qilaman. Qag'anatda bu qoriqchibek o'yinning juda qiziq odamkan. Agar u xonbonlikqa berib chaqsizlar, Jurjitxonni qo'shin tortib jazo yurish qiladi. O chaqda qiziq tuyulmaydi. Hozir Jurjitxonni o'rin tutib yetib, jon qayg'usida qolganda nadim urushga royi bo'lsin. O'ttir tuzlarlikning usul narsasi xili ko'pkan, ha? Bu chegara bo'yidagi kichik bozor. Janubga borsak, bu yerda muovat bayashot. Oltin xalqining poytaxti xonbonlik texnik ko'rkam hayvatlik. Shundoq bu. O'ttir tuzlarlikda nurg'un hunarmandlar bor. Masalan, yog'ochchi, to'mirchi, tomchi, zaga, mozdoz, qog'altirchilar degandek, yana qog'ozchilik, botkorlik, juvochilik do'konlari bor. Ish qilib, har soha kasbchilarning hammasi uchraydi. Ama bir kuni bu yerga besib kirib, hunarmandlarning hammasi bo'lib ketaman. Mol dunyo, oltin kumush, tovar durdim degandek usul narsalarning hammasini yayloqqa yeb ketaman. Qag'anatda narslarni bulashni o'ylab, o'ttir tuzamlikning xoni bo'lishni hech o'ylamaydilar. Bekşa! Bekşa! Ha! Çıktı! Yurtdoshlar, bu yoqqa bu bir nechta teman qovul Mo'ng'ul. Qanday Ham harakatli qilalaydi. Ham chavchilik qilalaydi. Birsi 50 yamaq. Kim qanday kelsa shuni qilmaymiz. Oladiganlar bormi yo'q? Haddidan oshqanni qara. Men hammasini olay. Bo'ladi. Hammasini oldi. Beridayi. Ulug' qog'on, bizni qutuldirib olganlarga rahmat. Mo'ng'ullarning xizmatkari bo'lishini xohlaymiz-ki, Jurjit ishlarining ot ulug'i bo'lishini xohlamaymiz. Ularning qo'li qanday tushib qoldilar? Jurjit chiriklari yayloqdan tutib kelgan. Nima ishqa? 10 yil Ulug'xon taxtga chog'da balog'at ketgan erlarni qirish farmonini tushirgan. Shu ular har 3 yilda bir qatam yayloqdagi yosh mo'ng'ullarni qirdi. Tutib kelgan qiz ayollar bilan bolalarni xizmatkorlik qilsatadi. Sen tutib kelgan necha yil bo'ldi? 7 yil. Sizlar bir Mo'ng'ul baturi ölüşke razı buluş gerek ki hayvanlarda setilip yürüşke herkes razı bulması gerek. Sine Moğollarning yüzündir tola. Qog'onim, men o'lishni o'ylagan, lekin akam seni ulug' qog'on uchun tatarlarni yo'qotish urushda o'lgan. Uyda yana egicha qiz qolgan onam bo'lg'achqa jonda kechamadim. Sizlarchi? Biz qisos elish uchun yashayapmiz. To'timiz 7 yildan beri oltin xalqining necha 10 oymoq naylarda setilib yurdik. Yayloqqa 3 qatim qochib ketdik. Kunlarning birida qog'onimizning yurish qilib kelishni, shu chaqda biz qisos elishni umid qilib keldik. Sarayga git hala. Ulug' qog'onimizni ashqallar. Mingla. Xonatda nemishqa darhol qo'shin tatib o'ttir tuzamlikka hujum qilmaydilar. Oltin xalqini o'zlariga bo'ysundirsa bo'lmandi. Qag'anatda qaytib kelishlarini kutdim. Saqlab tur kızım. Moğol'un unutman çevendazlı başlap çokum kelime. İlahim deganlar bek bo'lg'ay. Çokum kelime. Cingizxon Sulton! İcazet. Qag'anata, bu kishi uyratlarning oqsoqoli Qutuqa bo'ladi. Ta'limga bu qaytib u oldinga o'zi chiqib kutib oldi. Ya'ni kelib o'rmondagi har qaysi qabilalarni ming bir jafoda gapga kirgizdi. Shunga o'rmon aholisini beqindirish vazifasini o'ngishli o'rindadi. Qutuqa oqsoqoliga ko'p rahmat. Boyaq to'matlarning otamini Boto'g'oy Targ'un xonim bo'ladi. Xonim, jasoratingiz urg'ib turdi. Mard ayoldek ko'rinasiz.
Bu kishi Barg'ulaning oqsoqoli. Bu kishi Barg'ulaning o'rinbosar oqsoqoli. Hammanglarga marhaba. Tunishtirib qo'yay. Bu kishi mingbeshi qurchi bo'ladi. Bundan keyin u o'rmondagi har qaysi qabilalarni bir tutash boshqardi. Hammanglar Bayqal ko'lining suyidek birlashib, ulug' Mo'ng'ul elining shimoliy zaminini o'rtaq qo'g'dag'aysizlar. Har qaysilari qo'llab berishgaylar. So'rin tuzilib bo'ldi. Muhtaram oqsoqollar, so'rindan o'rni og'aysizlar. Oqsoqollar, marhamat. Marhamat. Ulu qağanım, bana vədi qıqan eliq 30 güzel nazın indi. Tanımamamsa, bu toxuy Tarğun xanımğa gözüm düşdü. Ağsaqallah, obdan kütəmədim. Şoğulisi bunun keyin bir ailenin adımına götürmez. Öz öğüne kelgen kensile, quruq qol qaytib kesala bulmaz. Küzde otur tuzdanlıktan nurgun tavardurdun ve altın kümüş cavahiratlarını, yana qaç-quça çaylarını ağaç kelgen edik. Hemmisini sizlarga soğuk qilay. Çingiz Xonimizning umri botir inshaalloh. Ay, Futuqa, oldirab rahmat etmang. Sizning nasibangiz yo'q. Futuqa, siz Mo'ng'ul xonligi uchun katta xizmat ko'rsatdingiz. Oltin kumush tulparlar bilan tuhfangizga javob qaytara olmayman. Shunga kichik qizim ko'kilganni o'g'lingizga yoki qilay deyman. Çingiz Xonimizning iltifotlari qashqallah. Ay, Futuqa, ikkimiz quda tursak, bundaq takallufning nima hojati, ha? Turing, o'tiring. Ulug' qog'onimiz qashqallah. Ha. Qarab o'tirsak-ku, ben hozir yeb ichinglar, go'shtlarni elinglar. Siz bilan bu to'qi Targ'un xonim. Kim qolg'ich ishmasa shuni men Temirchi bilan kim ko'ngilni do'stlashqisi kelmagan bo'ladi. Elinglar. Ishayli. Ulug' qog'onim, Altın xalqning elchisi yeni tayinlangan xon nomzodini uqtirib kelibdi. O'zlarini 10 chaqirim yer tizilib turib, yeni xonning farmonini qabul qilsin deydi. Süreyvisi qarslar, mundaqligini bilgan bo'lsak, biz mi yandavullarni ko'prak boshlab kelib, ayimizni ko'sib qo'yakanmiz. U bizga qancha ko'z kelmasa, ta'limimiz shuncha o'ngdan keladi. Mo'ng'ullarning Jag'ut qurisi Temirchin otdan tushib, farmonni qabul qilg'ay. Kechirgaylar ulug' elchisi, xon o'lganmi-ti? Ulug' elning vafot bo'lgan marhum xoni Jangzung deb ataladi. Bu navbat kim yangi xon bo'ldi? Jangzungning o'rinbosar avlodi bo'lmag'achqa vazirlar qilgan vasiyati bo'yicha Tog'is Qo'riqchibek O'yi Yungji saltanat taxtiga varislik qildi. Kim? Qo'riqchibek O'yi Yungji. Eliqin nanqipama. Mantiqli o'tirtuzdanlikda xonlar elchiligi donolardan tanlandi deb o'ylab ekanman. Asli ularda chakillar tanlandi ekan-da. Xatirlardan oshmay, otdan tushib farmondan olg'aylar. Shu. Men G'asamxon. Bu Temirchi nima degan qo'pol? Nima degan tayva, ha? Jon aksimish. Nima dedingiz? Xon balig'i qaytayli. Ulug' qog'on. Bir qarorga keldingmi? Qaysi qarorga? Janubdagi oltin xalqiga jazo yurish qilishni deyman. Qandoq bildingiz? Oltin xonning elchisini haydayotganliklari urush e'lon qilganliklari emasmi? Yasöy. Yengalamanmi? Yengalaydilar. Yengalamdi ben. Agar yengilib qolsam, umr bo'yi qilgan ajrim hammamiz bekor bo'ladi. Cho'qim yengalaydilar.
Bilemsiz, Jurjitlarning oltin xonlarni qurug'iga 100 necha yil bo'ldi. Jon soni bizdan 40 necha esa, qo'shini 10 nechasi ko'p. Eli bay oshot, chiriklari xil. Lekin 100 necha ish kirgan bo'lsa, qerib bo'qapti-g'i. Siz qanday bilasiz? Unutib qoldilarmi? Biz tatarlar oltin xalqiga 50-60 yil beqingan. Dastlabda Og'uda isyon ko'tarib qitanlar qarshi chiqqanda, Berlian shahriga besib kirib, ulug' Sun xalqining Chinzon, Xuyzon xalqlarini tirik tutgan. Shu chaqda u ara necha tuman sherki bilan Sun xalqining necha 10 tuman kishisi qo'shinni yengan. Lekin hozirgi oltin xalqi bo'lsa, shu chaqdagi qitan Sun xalqlariga o'xshaydi. Ular parag'atik turmushda ishratga berilib, tushkunlashib ketgachga, qo'liga qurol ilib urush qilish u yoqda tursin, bir peshvog'im yarmasib qoldi. Lekin bizchi biz xalqimizni endi qurdik. O'sha vaqtda avval chiqqan quloqdan keyin chiqqan mingiz eshitdi deydigan maqol bor. Uning ustiga oltin xalqi qo'riqchibek o'yin munjidek chaqina do'tam iqtidorsiz odamni hukmdor qilib emasmi? Men shunday qo'yilgan. Siz meni sinavatandinglar? Yo'q. Menga aql kesli odam kerak. Qandoqla bo'lmasin bu tavakkulchilik bilan qiladigan cho'ng ishda. 1500 Suboday farmonga binoan Chingizxon bilan ko'rishga keldim. Kira. Ulug' qog'onim, meni chaqirganmidira? O'rmondagi o'yratlarning oqsoqoli Qutuqali deyishcha, maklardan ota-bola to'xto'g'a bilan qud, yanalika Tayonxonning o'g'li Kushuk o'zaro birlashib, markitlar bilan Naymonlarning qoldiq qavmlaridan taxminan 2000 dan ortiq odamni to'plab, Ertish daryosi atrofida qutira o'tibdi. 2000 cha odam nima qila oladi? Yo'q. 2000 cha odam tuman kichik Mo'ng'ul qo'shini uchun aytganda hech qancha zo'r kuch emas. Lekin o'rnini saqlayotgan 2000 kishilik Mo'ng'ul muhofizat qo'shini uchun aytganda, xatarli dushman. Janib quyirish qilamdiq. To'g'ri. Hozirni berib, To'g'doq bilan Kuchukning 2000 odamini arvoqqa aylantirib o'tay. Yaraysan. Yangi qudam Qutuqa san yo'l boshlaydi. Sen u yoshirin ofatni yo'qitib kelgandan keyin seni billa opirib, Jurjit xonini ko'zib kelaman. Xo'p. Ulug' qog'onim. Voy, Qurchi, sen bu yerda nima qilasan? Ulug' qog'onim. Targ'un xonim to'g'risidagi ishni unutib qolmaganlar. Yo'q. Hozir sizning Targ'un xonim bilan 30 go'zal qiz jo'kan oladigan vaqtim emas. Hatto menmi qizimni Bayqalguli bo'ydikilarga yotlik qilishga majbur bo'ldim. Nemishqa? Men hozir Shimoliy fasilimizning jimjit kecha osmondek tep-tinish bo'lishini xohlayman. Nazmullarning ishni hozircha bo'ldi qil. Bunda bo'lsin. Avval qaytib tur. Bu ishni kim deyishayli, ha? Bu Ulug' qog'on. Uni tanidingmi? Sen bultur kuzda Tangirtog' aymog'ini setib olgan Do'dayg'u deyman, ha? Haqirlaridan osh arzimas Do'day bo'laman. Anani topdingmi? Ulug' Yarg'uchibek ko'k daftardan tepishib berdi. Hurmatli ana. Bichora ana. Ko'p jafo tortganlar. Ulug' qog'on, ana bola ikkimiz qilgan shafoatlarni umr bo'yi qaytarib bo'lolmaymiz. Yo'q, undaq demisizlar. Cho'ng o'g'illari men uchun jang qilib o'lgan. Lekin men kichik o'g'illarimni yaxshi qo'g'digan bo'lg'achqa, uni Jurjitlar tutib ketibdi. 7 yil ular qul bo'lib, nurg'un jabr jafolarni chekib, xo'rliq tortibdi. Tangriga qasam qilamanki, biz qirish o'qlarimiz bilan barliq askar qilganlarni jazolab ajrni beramiz. Bu kunigim oz qoldi. Do'day, ananing holidan obdan xabar ol. Demakchimanki, bundaq chashqandek mukinib yurish zodla oqmaydigan ish. Nima mal bor deysiz? Men To'mirchin bilan 20 necha yil urush qildim. U urush qilgan sari kuchayib ketdi. Qo'nchilik qo'shinni boshlab ularni qandoqmi yo'qotalayman. O'g'osho, lekin bu odamlarimiz bilan ondan qabila o'rmon xalqini tatib olaymiz. Ularni qo'lga tushira olsak, necha tuman kishilik qo'shinga, ham shimoldagi Mo'g'ulzimiga yo'l olaymiz. To'mirchinning kaynidan bir pichoq solaylik. Mo'g'ullar tez bo'linglar!
Kızma beni! Git bana! Sen bu altın nakış noktunu avluğa taşlap koy. Demişqa. Yiroqdan ko'z tishga odam qo'y. Uning yendan o'tganlar meni uni olsin yoki olmasin, hammasini tutib kel. Ma'qul. Mana. Xo'p. Bir kun ichida 4 yildan o'tdi. Lekin hech qaysi olmadi. Rasma. Ular nerede? Yarg'uchilikchidirdi. O? Yürü. Hemiz berib bakaylı. Ha. Sen yerdeki bu noktunu ko'rmedin mi? Ko'rdim. Bunun qimmatligini uqmamsan. Fuqaman, oltin naqsh ekan. Undaq bo'lsa nima ish qilmading? Yo'q, qo'lim bormaydi. Uning yasoqda tepib olgan narsani egisi qaytarib bermasa, o'g'irlagan hisoblanadi. O'g'irlik qilganlarning kallasi ilinadi deb belgilangan. Sen nima ish qilmading? Chunki mening buningdan chiroyli bir nuqtam bor. Maymonlar bilan urush qilganda, men botirlik ko'rsatgachga, uni ming beshi tortib qilgan. Sencho, sendimi buningdan chiroyli birisi bormi? Yo'q, lekin bundan keyin ko'rishda cho'qim buningdan chiroyligini o'lja olaman. Yaraysan, jigiring bor ekan. Sencho, Boshqalarning bo'lganligi uchun anladim. Kishining narsasini olsa, sharmanda bo'ladi emasmi? o? Men yana anglasam, bir qitim jurkinlarning alsaqili Sachabagning nokiri nuqta o'g'irlab ekan. Uni qolgan seni qattiq ochiqilib, umrimda o'g'ir qaroqchilarga bak o'shidim. Yeb ishlayotganinglar, kiyib ishlatayotganinglar nereden keladi? Japalik mehnat bilan qon ter to'kib, urushda o'lja ilishdan keladi. Lekin o'g'ir qaroqchilar qon ter to'kmay, boshqalarning qon terini o'zining qila oladi. Bunda tayyorga hayır bo'ladiganlarni bir yaxınlik qilishning birni chorasi bor. Kallasini ilish debdikanlar. Yaraysan. Şege qutuq. Aslida 2000 odamni 3 daryo 5'i qoldirib qo'ysam, ozlik qilarmikin deb azrab ekanman. Boshqalarning nasiga ko'z qirimi sanmaydigan mushundaq azimatlar tursa, men yana nimadan azrayman? Ulu qag'an, oltin xalqiga jazo yurish qilamizlar. Bu kunni saqlanimga 40 necha yil bo'ldi. Miladi 1211 yili Chingizxon 49 yoshga kirganda oltin xonliqiga 12 yil so'zilgan jazo yurishini boshladi. Nurgul serkerçilikle yalandı ve öldü. Lige setini alamadık. Çok. Bunu kağanım, kasla.
atlarımız sepilgergisi çıkamaydı. Her kaç kütsek mi o? Etleşme gidek. Karap dur ula. Ben atlarımı ulanın sepiline çokunu çıkarmak. Ulu qağam, qarısıla. Bir yerden aldığımızga mağadıgan yol boyudaki ot çöpler arasıga mışındaq nersini çeçeytipti. Atlarımız mağamadı. Nemike? Tömür tikenke. Qarı balğasını kim saklaydı? Xoşaqu. Hanata, bu qanda uruş. Bu qo'rqinchoqlar urushi. O bizden qo'rqib ketibdi. Tömür tikenlerini terip, saqlab qo'yinglar. Nima qilamiz? Tömür tikenler etimizden tuyoqlari batqan bo'lsa, jurjitlarning etining tuyoqlari patidi. Agib o'tib, qar balg'asini elala. G'arbastani qo'riqchisi Xo'jaqu Parmanqulaq saqay. Xon alilar yashig'ayla, tumanning yil yashig'ayla. Tangirning madadi bilan xon alilar shunday farmon qildiki, G'arbastani qo'riqchisi Xo'jaqu qo'shinni yaxshi tizginlamay, urushqa mayli chekingan, o'z jinini oyab o'limni qo'rqqan, qo'shinni talafotga uchirtib shaharni qo'ldan berib qo'ygan, o'tkazgan jinoyat o'lim jazosiga loyiqdir. Şu vecide Xo'jaqu xizmat kesib jinoyatni yuyish uchun qar balg'asini qo'g'daydi. Yana savallik ko'rsa ikki jinoyat qo'shib jazolanib kalıs e'lanadi. Xon alilar yashig'ayla, tumanning yil yashig'ayla.
Anata, qara balg'asunning sepili Shanju shahrininkidan egiz, ham qirinkan. To'p tindirgandan keyin chiqaylimi? Yo'q. Bu yaylaqa o'xshamaydi. To'p topmoq tez. Bundaq zo'rlab hujum qilsak, og'ir talafotga uchraymiz emasmi? Amal qilib dushmanlarni shahardan boshlab chiqayli. Xo'sh, ahvol boshlagan unami? Bağlıq qilishni o'qishni olamsizlar yo'q, buni sizlarga bog'liq. Tushundim. Do'day! Olg'a! milodiy 1211 yil 7 oyda 10 tuman Mongol chavandozi 3 yo'lga bo'linib Oltin xonligiga hujum qildi. Chingizxon kichik o'g'li To'luy bilan yo'l bo'yi Changping shahri, Shanju shahri va Qora Balg'asullarni oldi. Jaba yo'lliq oqay yo'l bo'yi Qoraqum kurasiga tuyuqsiz hujum qilib, Qoraqum qal'asini oldi. Juchi, Chag'atoy o'g'aday yo'l bo'yi Yunney, Dunshin qatorliq oymoqlarni oldi. 8-oyda Chingizxon Oltin xonligining g'arbi ostonasini muhosaraga olganda, qo'riqchi Sangun Xo'shaqo urush qilmay qochib ketib, g'arbi ostonani qo'ldan berib qo'yg'ashqa, Oltin xonligi ordisidagilar sarosimada qoldi. Merhum ecdatlarım Moğollar bastırıp geldi. Bir ay bola bombayla Uluğ Altın xonligimizning shimolidagi necha 10 aymoq nayini egildi. G'arbiy ostoni qo'ldan ketdi. Ordudagilar parakendchilikda qoldi.
Taslim bo'lgan cheriklar bilan mag'lub sarkardalar ko'payib, ali uchun jon pidoni qiladigan botirlar kamni qilyotidi. Ayni chog'dagi g'olib Jurjit chavandozlari kammaski ketdi. Ayni chog'dagi o'yin urushudek dala sarkardalar diplomas bo'ldi. Endi qaysi holim bilan Temirchinning hujumini to'siman? Merhum ecdadlarım. Han alileri, Aslanı qo'riqchisi To'dan Olcho 2 tuman cherikni boshlab xondolikqa keldi. To'dan Olcho? O Jorjitlarning shirmat sarkardisi, pamparasatda uni oldiga o'tadigan yo'q. U kelgan ekan cho'qim ularni chekindirish amalini qila oladi. Merhum ecdadlarım, ruhullah medet bedi. Divandagi o'yin, To'dan Olchoni Oqsaroyga boshlab kiring. Farmon berdarman. Pekir To'dan Olcho kechikib qolgan. Xon oliylari aytib buyurmoqda. Turing. Turing. Mo'g'ullar bu yil 2-oyda qo'shin tortib, bepoyon cho'llik cho'g'ay tog'lardan o'tib ketdi. O'ng'itlar xeli burunlar Temirchinga beqinibdi. Tangirtog' aymaqi Mo'g'ullarning yoslig'i bo'pti. Chegara qo'riqchi amaldorlarimiz hech nimadan xabarsiz yuribdi. 10 tuman Mo'g'ul har biri 4-5 dan atliksimiz ko'tal eti bilan besib kirganda, kim qop to'liq sarkardalarimiz oldi-keyniga qaramay qechibdi. Hozirgacha qo'riqchi bek Xo'shaxo'ning izlariga yo'q. To'dan Olcho meni uchun parakanchilikda qolgan ulug' el yurtimizni tinch amal saqlab qilishga chora izlab boqasizmi? Xon oliylari, pekirlari boya divandagi o'nqol vazir O'yin Chinqo'yga degan edim. Ulug' oltin xonlig'imizning 100 tumandan ortiq xil cherigi bor. Lekin Temirchining oran 10 tumandek cherigi bor tursa, har qancha bo'lsa-mu hozirgidek ahvol ko'rilmasligi kerak edi-ku. Rost deysiz. Her qancha o'ylabmi, tig-tak-tig yetemedim. Aytva, bu ish sodi nima ish bundoq bo'ladi? Bu Temirchin cherik boshlashga usta ekan. Oliylari o'ylab baqsalar. Urush boshlangandan beri bizning 100 tuman kishilik zo'r qo'shinimiz son-sanoqsiz shahar sepillarni qo'g'dashga tarqoq o'rlashtirilgan. Ular to'p kelib, tarqoq hujum qilib, oz sonliqdan ko'p sonliqqa aylangan. Lekin biz tarqoq mudofiada turib, ko'p sonliqdan oz sonliqqa aylangan tursak, Mo'g'ullarning zarbisiga uchirgan har qaysi qo'riqchi qo'shinlarimiz mag'lub bo'lmay qolamaydi. To'g'ri, deganingiz yo'lliq. Gapingizni anglab, dilim vallada yo'ridi. To'dan Olcho, xon oliylari. Sizni vazirlikka tayinladim. Men uchun dushmanlarni chekintirishning amal chorasini ko'rsatib bering. Xon oliylari, iltifotlari qashqallar. Turing. Aytma, dushmanlarni qanday chekintiramiz? 30 tuman cherikni o'nagan davinaga, 15 tuman cherikni Bayon Sumayga o'rinlashtirib, Temirchin bilan hal qilg'ish urush qilaylik. Yaxshi. Farmon. O'yin Jojin bosh qo'mondan, o'yin Vanno cherikchi nozir, Dimsho Turshaul bo'lib, o'nagan davinaga otlangay. O'yin Xo'sha Bayon Sumayni qo'g'dab, o'yin Jojinga yordamga har vaqt tayyor turg'ay. Ben 45 tuman kishilik zo'r qo'shin bilan qora tatarlarni bir yo'lini yo'qtiman. Farmon berdorsiz. Cherikchi taftish. O'nagan davinaga yana qanchalik qoldi? Az qoldi. Oldimizda. Sarkarda Temirchin qarbalg'asini yengilish hal qilib o'ljadan o'lishyotdi. Ular hozir tag'bag'irib yaylayotqashqa jangovarlik cho'qin bo'shashdi. Hech nimadan xabarsiz. Shu biz o'ylamagan yerdan chavandozlarni turib hujum atlantirsak cho'qin qartatarlarga ajallik zarba beralaymiz. Uni o'nagan davlatga hal qiluvchi urush qilmoq xeyli foydasi bo'ladi. Bo'lmaydi. Temirchin intayin hiylagar. Bu uni bizni aldab qopqanlikka yilisi bo'lish kerak. Men uni aldab qolsa tushmayman. Menga sang'ol. Sarkarda, labbay. Siz Mo'g'ullar yurtiga elchiga borgan. Men sizni yana bir qitim avatay. Temirchinni so'rab beqim. Tövanikilar yuqorikilarga nimish sababsiz qo'shin tortadi. Iltifot qilgan xonimizni nimish sarasin bisoladi. Ozg'a yo'lidan qaytib tez sekinsin. Bu qudratli qo'shinimiz borgan aman kunini ko'p so'raydi. Xo'p, to'xta.
Serkerde, uğuşunun vereceğin 9'un emez mi? Koşunumuz atına atlanmayla elçi emezsek, düşmenki koşunumuzun muddasını okuturup koygan bulmamdı. Bir iş karıksız bulmaydı. Ben 10. Öcen Saltanatlik Altın Hanlığı'nın serkerdisi, oğur karakçıladı demez. Mangan salgın. Getiyiverin. Hop! Nöbetçi davullar, ha! Çakkan bir para pekala, kökten gaziplik öldürgen kim? Hop, yürü la! Ne boptu? Sanğın ayağa, bu adam daryoda kiyimini yuttu. Bu Dodaygo, ispatın var mı? He? Mana, muşu kiyimini yuttu. Doday, Cengiz Kağan'ın ulug' yazıqını bilmemsen? Bilemen. Yo'q, keyin kirib olib ketsa, nimishqa uyg'ulib olmaydi. O'tirib tuzanlikda doim daryoda uyatdim. Xo'p, Kökdağ'ın gazibini keltirdim. Kuzvezi, siz yargıçı, özünüz bir taraf kılın. Doday, anla. Ulug' yasaqda mundaq belgilengen. Ekin suda kiriyishqa, suğa yoki ko'lga siyishga, o't cho'g'dan ustal shiradin oyoq cho'chakdan atlashib bo'lmaydi. Shu sababli ko'ktanli g'azabni chiqin chaqsa, sabab bo'yicha o'limga hukm qilinadi. Tushundingmi? Doday, yana daydiga vasiyatim bormi? Sanğın, men Voy, qo'rqinchaq. yo'q, o'limni qo'rqmayman. Bundaq o'lsam zodla arzimaydi. Taqoq taqoqlar. Sazayı qilgan diket, kalı silesin.